Erim zamonida qolib ketgan eski tillalarimda shuni chiroyli narx qilib bersangiz. Mana bu 85, mana bu 83, chiroyli narx aytib borsangiz. Bo'ldi, lekin men ham 585 ekan. Mayli. Xo'p, qarang. Holat yaxshi bo'lgani uchun birjaga qarab qo'ldan kelsa yaxshi narx beramiz. Hammasi 56.69 ekan, 52.69 ekan. 52.69 1 million 100 ming so'mdan. Sizga qo'shib berib 58 million qilib beraman. O'zi 52 Chiroyli million. narx qilib beravering. Biznes boshlamoqchi edimda. O'zi yaxshi narx qilib Eski beraman. tillarim umuman yoqmayapti o'shaning uchun. Balki yangisiga almashtirarman. Lekin maksimalni hisoblaganimda 59 million chiqadi, nosh chiqmaydi. Yana ozgina qo'shing. A few moments later. Qo'shavering. Xo'sh. 60 million tekis bo'lsin. Yana qo'shing, hojacha, gap qo'shing. 60 million o'zi yaxshi narx beradi. 60 million. O'zi bu narx hozir millionta joyga borsizdan 100% topolmaysiz. Bo'ladi. Ma'qul. Tekshirib o'tiringlar yaxshigan, sirazi qilib beraman. Aha. Hozir sanab kelaylik pulni. Hop, mana 60 million 1 2 3 4 5 6 tillangiz menga o'tdi bo'ldi. Rahmat. Sizlar ham tilla sotasizlarmi? Ha, bizda sotuv bor. Xohlasangiz qarang. Nasiya, ya'ni bo'lib berish xizmati bor, xohlasangiz naqd ko'rinishda bor. Shu va shunga o'xshash dizaynlaringizni 585 yoki 750 probada topsangiz ham bo'ladi. Eng qizig'i arzon narxlarda. Ishlaringizni bitirib kelsangiz, qolgan batafsil tushuntiraman sizga. Aha. Xudo xolisa ishlarim o'xshasa, kelishim mumkin. Mayli, kutib qolamiz. Xo'p, rahmat.